O'zbekiston Janubiy Koreya davlatlarining o'zaro hamkorligi doirasida Farg'ona shahrida yana bir yangilikka qo'l urildi. Nafaqat farg'onaliklar, vodiy aholisi, shu bilan birga mamlakatimiz uchun yangilik bo'lgan kemasozlik sanoati uchun malakali kadrlar tayyorlash markazi faoliyatini boshladi. Markazning ochilish tantanasida viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, Respublika Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayev hamda Janubiy Koreyaning Ulsan metropoliten shahri meri Kim Du-gyom boshchiligidagi delegatsiya a'zolari, shuningdek markazning birinchi o'quvchilari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi hamkorlikning muhim namunasi sifatida markazning ochilishi mehnat migratsiyasi va professional ta'lim sohasidagi aloqalarni mustahkamlanishiga xizmat qiladi deya ta'kidladi. Tantanada so'z olgan viloyat rahbari. O'zbekiston Koreya davlatlari o'rtasidagi munosabat mustaqilligimizning ilk kunlaridan mustahkam poydevor qo'yilib o'rnatilib va mana hozirgi kunga qadar juda ham yuqori darajada, demak, o'zaro strategik hamkorlik darajasida mana rivojlanib kelayotganligini aytib o'tgan holda, Koreya Respublikasining qo'yka agentligi tomonidan mana shu 10 million dollarga bu yerga qurib berilgan ushbu markaz ham mana shu hamkorligi bir amaliy namunasi desak to'g'ri bo'ladi. Ushbu markazda mana 5 ta yo'nalishda bugun yetuk mutaxassislar tayyorlash uchun tegishli shart-sharoitni yaratib berganligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Bugun ushbu bino bir yangicha bir fayzga to'ldi desak to'g'ri bo'ladi, sababiki mana bizga qadrdon do'st mamlakat Ulsan shahar meri janob mana Kim Du-gyom tashriflari qolaversa, Koreya davlatining eng katta yirik korporatsiyalardan bo'lgan Hyundai korporatsiyasi, Hyundai Heavy Industries kompaniyasini tashrif buyurishi va bu kompaniyaning bevosita sa'y-harakatlari bilan kemasozlik yo'nalishida kadrlarni tayyorlash uchun yangi bir markaz ochilishi ham bu qo'yka kasblar markaziga yangi qiyofa, yangi bir mazmun bilan boyidi desam to'g'ri bo'ladi. O'ylaymanki, bu markaz juda ham ming-minglab bizni o'zbek yoshlarimiz uchun mana shu yerda mahorat maktabi sifatida xizmat qiladi va bu yerda yaxshi bilim olib, yaxshi tillarni o'rganib, yaxshi tajribaga ega bo'lib, mana shu Koreya davlatida ijtimoiy himoyalangan va kafolatlangan qolaversa bugun munosib ish joylarda biz yigitlarimiz ishlashiga men tilakdoshman va bu yigitlarimizni ham bugun yaxshi o'qishlariga, hunarlarni yaxshi o'rganishlariga, o'z ustlarida ko'proq ishlab, tezroq bu demak kasblar, sir asrorlarni o'rgangan holda bu yerga borganda ham o'zining mehnatlari bilan, o'zining madaniyati bilan namuna bo'lib ishlashga men chin yurakdan bularga tilakdoshman. E'tiboringiz uchun rahmat va bu markaz ishiga yana omad va zafarlar tilab qolaman. Hyundai og'ir sanoat korporatsiyasining kemasozlik yo'nalishi bo'yicha 40 mingga yaqin ishchi xodimlar mehnat qiladi. 6 mingga yaqini 15 dan ortiq davlat vakillari hisoblanadi. Ularning 500 nafari o'zbekistonliklardan iborat. Markazning ochilishi ular soni ko'payishiga xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Tantanada so'z olgan Ulsan metropoliten shahri meri janob Kim Du-gyom. Shuningdek, tantanada markaz faoliyati nafaqat Koreya sanoati uchun malakali kadrlar tayyorlash, balki yurtimiz sanoatiga ham yuqori malakali kadrlar yetkazib berishga qaratilganligi alohida ta'kidlandi. Hurmatli prezidentimiz yaratib bergan sharoitlar evaziga nafaqat chet ellik hamkorlarimiz bizni go'zal diyorimizga kelishyapti. Qolaversa o'quv markazlari birgalikda ochilyapti. Til markazlari bizni yoshlarga chet mamlakatda ijobiy yuqori malakali tajribasini o'rganib, o'zini vatanda kelib amaliyotga joriy qilishga barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Janubiy Koreya dunyoni 17 ta mamlakatidan ishchi kuchini jalb qiladi, shu jumladan O'zbekistondan. Lekin birinchi marta O'zbekistonda go'zal Farg'ona diyorida kemasozlik sohasiga mutaxassis tayyorlab yuborish bugundan boshlab birinchi qadam qo'yilmoqda. 2 yil davomida Koreya tilini o'rganib, eng yuqori baholarni olib, Koreyaga ishlash orzusida bo'lib turgan yoshlarimizdan 365 nafari tanlab olindi va ularning ichida suhbatdan 202 nafar yigit va qizlar o'tdi. Ulardan bugun mana birinchi o'qishni 105 nafari boshlaydi. Keyingi yo'nalishi aprel oyida ikkinchi kursni ochib olamiz. Va shu 105 nafarning ichida nafaqat Farg'ona vodiysi, ya'ni Andijon, Namangan, Jizzaxdan 14 nafar.
Surxondaryo viloyatidan 10 nafar, Samarqanddan 8 nafar. Qolaversa uzoq Qoraqalpog'iston, Buxoro, Navoiy viloyatlarining yoshlari ham mavjud. Farg'ona viloyatida Koreyaga tayyorlaydigan O'zbekiston Respublikasining bir tayyorlov hubi tashkil qilinyapti-da. Biz bu loyihani hali 1 yil, 2 yilda shunday bir kengaytirib yuboramizki, bu yerda butun respublikamizning yoshlari juda katta imkoniyat bilan malakasini oshirib, kasbga o'rganib, Koreya nufuzli, jahonga nufuzli korxonalarda ish faoliyatini amalga oshiradigan sharoit bo'ladi. Hamma yoshlarimizga ahil bo'lib, bir-birini qo'llab-quvvatlab va kasbga yaxshi o'rganib, yangi marralarni jahon miqyosida egallashiga ko'mak va omad tilab qolamiz. Tantanali marosim ikki qardosh xalqlarning milliy kuy qo'shiq va raqslarga ulanib ketdi. Uning so'ngida tadbir ishtirokchilari Ulson shahriga malakali mutaxassislarni tayyorlash markazining rasman ochilishiga guvoh bo'ldilar. Mehmonlar ishsiz yoshlarga kasb, hunar va til o'rgatish yo'nalishida mazkur markazda olib borilayotgan o'quv jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Yoshlar bilan suhbatda bo'ldilar hamda nazariyaning amaliyot bilan birgalikda olib borilishi uchun yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdilar. Markazning imkoniyati kengligi mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. 저희들 뭐 특별한 계획 Ulson shahridagi kemasozlik sanoatiga bugungi kunda malakali kadrlar juda zarur. Shu bois ayni Farg'onadagi markazda kemasozlik sanoati uchun malakali kadrlarni tayyorlashni rejalashtirganmiz. Markazni tamomlagan eng yetuk kasb egalarini Koreyada ishlash imkoniyati yaratiladi. Rejalashtirilgan dasturimiz o'z samarasini ko'rsatsa, 2-3 bosqichda ham kadrlar tayyorlashni ko'paytiramiz. Hozirda O'zbekiston bilan birga Indoneziya va Filippin davlatlarida ham kadr tayyorlashga e'tibor qaratganmiz. Ishonamizki, o'zbekistonliklar mehnatsevar. Koreyaga borib ham ish faoliyatlarini ko'tarinki ruhda olib borsalar, O'zbekistondan ishchilarni ko'proq jalb etish niyatimiz bor. Bu yerdagi markazda o'qib, ishlagani borganlar uchun barcha sharoitlarni yaratib beramiz. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, bugungi tashrifimiz Ulson va Farg'ona hamkorligi uchun muhim qadam bo'ldi. Biz boshqa sohalarda ham qo'shma loyihalarni amalga oshirishga kelishdik. Iyul oyida Ulsonlik tadbirkorlar delegatsiyasi bu yerga keladi. 모셔갈 그런 계획입니다. Shuningdek, Ulson metropoliten shahri meri tez kunlarda markazga kemasozlik yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan yoshlarni amaliyotni shu yerning o'zida o'tashlari uchun barcha zaruriy texnika va texnologiyalar hamda asbob-uskunalar keltirilib o'rnatilishini bildirdi. Shu kuni Janubiy Koreyaning Ulson metropoliten shahri meri Kim Du-gyom boshchiligidagi delegatsiya a'zolari Marlon shahridagi Hunarmandlar markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar.